ili sho'rva doning mehmon, uyalmang. Tushunibmi bu? Endi masalaga jicha oz bo'lib qolgan. O'zimni tanishtirishga ruxsat berasiz. Trading sohasida, kelajak kasbida 43 yil tajribaga ega ekspert Shohatik bo'laman va sizga o'zimni 1 oylik kursimni taklif qilaman. 1 oy mobaynida razgonni o'rgataman tradingda. $2000 to'laysiz 1 oyga. 1 oydan keyin o'zi haftasiga $200,000, $1 million daromad qiladigan ekspert men kabi Shohatikka aylanasiz. Nima deysiz jiya? Bo'ldi, men yozaman. Faqat faqat 2 oyligini birdaniga $4000 qilib bersam bo'lmaydimi? Sotgan pullarimga. Ha, demak siz 1 oylik kursini sotib olib, 1 oydan keyin pul topishni boshlaganingizdan keyin 1 yil $4000 siz burgani kindigini operatsiya qilgan odam ekansiz. Menga javobingiz juda ham yoqdi. Ekspert sifatida shuni ayta olaman. Hozir menga boshlig'im kelib qoladi. Tashqariga chiqaylik, siz bilan bafurja gaplashamiz va siz bilan davomiy ishlashga ili sho'rva doning mehmon, uyalmang. Tushunibmi bu? Endi masalaga jicha oz bo'lib qolgan. O'zimni tanishtirishga ruxsat berasiz. Trading sohasida, kelajak kasbida 43 yil tajribaga ega ekspert Shohatik bo'laman va sizga o'zimni 1 oylik kursimni taklif qilaman. 1 oy mobaynida razgonni o'rgataman tradingda. $2000 to'laysiz 1 oyga. 1 oydan keyin o'zi haftasiga $200,000, $1 million daromad qiladigan ekspert men kabi Shohatikka aylanasiz. Nima deysiz jiya? Bo'ldi, men yozaman. Faqat 2 oyligini birdaniga $4000 qilib bersam bo'lmaydimi? Sotgan pullarimga. Ha, demak siz 1 oylik kursini sotib olib, 1 oydan keyin pul topishni boshlaganingizdan keyin 1 yil $4000 siz burgani kindigini operatsiya qilgan odam ekansiz. Menga javobingiz juda ham yoqdi. Ekspert sifatida shuni ayta olaman. Hozir menga boshlig'im kelib qoladi. Tashqariga chiqaylik, siz bilan bafurja gaplashamiz va siz bilan davomiy ishlashga